Hammaga assalomu alaykum. Siz Behruzbek BMW kanalidasiz. Sizga men o'zbek mashinalarini obzorini ko'rsataman. Shu o'yinni obzorini ko'rsataman. Shuni maslahat beraman, tashlab oling. U faqat Telegramdan tashlanadi. Boshqa hech narsadan tashlanmaydi. Mana bu BMW. Spark. Kamera almashtirib, YouTube'larda trend bo'lgan shunaqa videosi bo'ladi. Spark bitta taraf bor, live tomonidan aytaman. Baland uchib ketib ko'rdingizlarmi? Bu yoqqa shunday beraman. Bunda mana qaranglar. Bunaqa bo'ladi. Gamingda boshqatdan Spark'ni shunday bosasiz. Boshqatdan Spark paydo bo'lib qoladi. Baland tuzalib qoladi. Ana shu yerdan dumalab ketgan, shuni aytmoqchiman bo'yni. Mana yerda suratlari bor. Shu ishlaydi. Maydan mana yurayotganingizda bir driftga trend olmoqchi bo'lsangiz, shunday soatcha bosasiz. Sizlarga hozir mana o'yin mana yerdan qilinadi. Shu yerdan hozir sizga qayerdan touch olinishini ko'rsataman. Mana shu o'yinlar mashina o'yinlari deyilgan. Mana rasmi o'zbek mashina o'yinlari. Ana shu yerdan shunday yozasiz. Mana shu yerdan fayllarga o'xshagan narsani yuklab olasiz. Sharoitdan yuklab olasiz, sharoitlar bo'lsa. Bu salgina opasniyroq o'yin. Bir 32 xotiralar ko'tariladi. Yo'q, ko'tarilmaydi boshqa telefonlar. Ko'tarilishi mumkin, qo'tatda salgina. Uncha salgina. Mana boshlash. Mana tuninsi bo'ladi. Shu boshqa narsa yo'q. Video yoqsa like bosing, obuna bo'ling. Goodbye.